har bir ishda me'yor bo'lgani ma'qul. Kimdir qachonlardir yaxshilik qilgan bo'lsa, endi buni 30, 40, 50 yil o'tib ketsa ham, ha deb takrorlab men mana bunaqangi ishlar qilganman deyaverish ham noto'g'ri. Hozirgi kunda Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari deyarli qolmadi, barmoq bilan sanarli darajada. Shunday bir urush qatnashchisi bor edi. Alloh rahmat qilsin. Men ularni yomonlash niyatim yo'q. Ular qon kechishgan, yurt uchun kurashgan, jang qilishgan. Ularga ta'zimdamiz. Lekin o'sha qilgan ishini qayta aytaverish, yosh avlodga pesha qilaverish oxiri odamni g'ashiga tegadi. Bir do'stimiz bor, o'qituvchi, shoir. Shu odam aytib bergan edi. Mahallasida bir urush qatnashchisi bor ekan, so'rar ekan, "Ha, nechinchi yilsiz? Ha, palonchi, 2000-yilman yoki bo'lmasam 1960-yilman" desa, "Ha, xayriyat. Biz bo'lmaganimizda sizlar tug'ilmas edinglar. Biz fashistlarni yengib, sizlarni dunyoga kelishinglarga yo'l ochib berganmiz" deb qayta gapiraverar ekan. Oxiri odamlarni g'ashi keladigan bo'lib qolibdi. U bilan gaplashgisi ham kelmas ekan. O'sha shoirga ham bir necha marotaba shu narsani aytibgan. Jonga tekkanda bir kuni bir boplamoqchi bo'libdi. Viloyatdan taniqli jurnalist kelibdi. Kelib ko'p odamlar bilan suhbatlashgan, vaziyatlarni o'rgangan, kerakli ma'lumotlarni olgan paytda o'sha shoir yigit do'stimiz unga shu urush qatnashchisi bor ekanligini, uning vaziyati juda g'alati ekanligini aytib beribdi-da, shu bilan suhbatda nimalar qilish kerakligini tushuntirib beribdi. Jurnalist bilan urush qatnashchisi uchrashgan. Nechinchi yilda tug'ilgansiz, oilaviy ahvollar so'rab turib, "Ha, xayriyat. Biz bo'lmaganimizda sizlar tug'ilmas edinglar. Bu dunyoga kelmasdan yo'qib ketardinglar. Biz dushmanlarni yengganmiz" deb turgan paytda shoir do'stimiz jurnalistga qaratib, haligi qarorni nima bo'ldi deb so'rasa, "Ha, uni shunaqa vaziyat bo'lyapti ekan. Nemislar aytishibdi, biz Rossiya bilan urushgan edik, ruslar bilan, o'zbeklar bilan hech qanaqangi urush niyatimiz yo'q edi. Ular bizga qarshi kurashibdi. Hozir mana shu qaror chiqarilibdi. Urushda qatnashgan o'zbeklarni ro'yxatini so'rashyapti ekan. Siz ham qatnashganmisiz urushda?" desa, urush qatnashchisi qo'rqib ketdi. "Yo'q, men hech qanaqangi urushda qatnashmaganman. Qo'limga qurol ham olmaganman. Men ko'prik quruvchisi bo'lganman" degan ekan. Shundan keyin qaytib urush haqida gapirmaydigan bo'libdi. Mayli, biz ularni hurmat qilar edik, boshqa, lekin har bir ishda me'yor bo'lgani yaxshida. Qayta aytib ta'na qilavermaslik kerak. Shundayki, yaxshilik qil, suvga soch deydilar.